Salom hammaga. A1 darajadagi ingliz tili darslarimizga xush kelibsiz. Qo'shimcha mashqlar, savollar, testlar ishlash uchun sherzodsenglish.uz platformasiga o'tishingiz mumkin. Dars formati qanaqa bo'ladi? Ekranda ko'rib turganingizdek, ingliz tilidagi so'zlar to'q qizil rangda beriladi, o'zbekcha tarjimasi esa to'q ko'k rangda ko'rinadi. Natijani maksimumlashtirish uchun birinchi o'rinda siz har bitta so'zni o'qiganimdan keyin, aytganimdan keyin takrorlashingiz kerak. Xuddi o'ziday takrorlashga harakat qilishingiz kerak va ikkinchi o'rinda har bitta so'zni screenshot qilib olamizda telefonimizga. Har keyingi darsni boshlashdan oldin biz bir marta o'sha so'zlarni, strukturalarini takrorlab chiqishimiz kerak. Qani ketdik. Lesson 1. Lesson 1. Birinchi dars. Greetings and saying goodbye. Salomlashish va xayrlashishni o'rganamiz. Birinchisi hello. Eng ko'p tarqalgan, eng ko'p ishlatiladigan salomlashuv usullaridan bittasi bu hello. Ham rasmiy, ham norasmiy kunning xohlagan paytida, xohlagan odam bilan bu so'zni ishlatish mumkin. Hi. Bu ham salom ma'nosini beradi, lekin bu hello ga nisbatan norasmiyroq. Buni ko'pincha biz yaxshiroq taniydigan odamlar bilan, do'stlarimiz bilan ishlatishimiz mumkin. Keyingi so'zimiz hey. Bu yana ham norasmiyroq, yaqin do'stlar bilan bir-birini ko'rganda demak hey deb qo'yish mumkin. Masalan, hey Alex. Salom Alex. Keyingi so'zimiz good morning. Good morning. Good bu yaxshi, morning tong yoki ertalab ma'nosida keladi. Ikkalasi qo'shilib demak xayrli tong ma'nosini beradi. Bu ko'pincha ertalab uyg'onganimizdan keyin soat 12-1 gacha davom etadigan paytda good morning deyishimiz mumkin. Ko'pincha 12 gacha bo'lgan vaqtni qamrab oladi desak bo'ladi. Good morning. Bu ingliz tilida ko'p ishlatiladi. O'zbek tilida masalan xayrli tong deb ko'pincha ishlatmaymiz, lekin ingliz tilida good morning ishlatiladi. Keyingi so'zimiz good afternoon. Good afternoon. Good yaxshi, afternoon obeddan keyingi yoki tushdan keyingi vaqt, ya'ni 12 dan keyingi vaqt. Demak mana ekranda ko'rib turganingizdek, after so'zi bu keyin, noon so'zi bu tushlik vaqti, qoq o'sha 12 bo'lgan payti noon. Demak afternoon tushlikdan keyingi vaqt. Good afternoon. Xayrli kun deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbek tiliga. 12 dan ko'pincha 5-6 gacha davom etadigan vaqt va bu so'zni ishlatish mumkin. Keyingi so'zimiz good evening. Good evening. Good yaxshi, evening kech, ya'ni xayrli kech. Yaxshi kechqurun. Demak, bu 6 dan keyin yoki 5-6 quyosh botish atrofida boshlanib, o'sha uxlagancha bu so'zni ishlatish mumkin. Good evening. Salomlashgan paytda. Keyingi so'zimiz bu good night. Good night. Good yaxshi, night bu tun. Evening so'zi kechqurun bo'lgan bo'lsa, endi bu night so'zi tun ma'nosida keladi. Bu so'z, bu fraza salomlashishda ishlatilmaydi. Bu fraza asosan xayrlashganda yoki xayrli tun tilab uxlashga yotishdan oldin ishlatish mumkin. Keyingi o'rganadigan fraza so'zlarimiz bu xayrlashish. Birinchi frazamiz demak goodbye, bye, bye bye. Demak, bular hammasi xayr degan ma'noni beradi. Goodbye xuddiki salgina jiddiyroq bye yoki bye bye dan ko'ra. Goodbye. Buni xohlagan paytda hello ga o'xshab ishlatish mumkin. Ya'ni
rasmiy holatda ham, norasmiy holatda ham ishlatish mumkin. Bye so'zi va bye bye so'zi ko'pincha yaqinroq bo'lgan paytda aytishimiz mumkin. Goodbye ni ham xuddi shunday, lekin goodbye ko'pincha salgina rasmiyroq. Keyingi so'zimiz see you. See you. Bu degani ko'rishguncha. See so'zi ko'rmoq, you bu sen. Ya'ni men sen bilan ko'rishaman yoki siz bilan ko'rishaman degan ma'noda keladi yoki ko'rishamiz. Keyingi so'zimiz see you later. See you later. See you later. Later so'zi keyinroq degan ma'noda keladi. Kechroq yoki keyinroq. Sen bilan keyinroq ko'rishamiz yoki kechroq, keyinroq ko'rishguncha ma'nosida ishlatish mumkin. Keyingi so'zimiz bu see you soon. Soon degani tez orada. Soon. Tez orada ko'rishguncha. See you soon. Keyingi frazamiz bu take care. Take care. Ya'ni sog' bo'l yoki sog' bo'ling degan ma'noda ishlatiladi. Xayrlashgan paytda bu frazani ham ishlatish mumkin. Take care. Keyingisi have a good day. Have a good day. Kuningiz yaxshi o'tsin. Good demak yaxshi. Day bu kun. Qo'shimchasi bu yerda bitta degan ma'noda keladi. Juda ham murakkablashtirmaslik uchun shunchaki buni hozir yodlab olamiz. Have a good day. Kuningiz yaxshi o'tsin. Darsimizni yakunlaymiz. Bugun sizlar bilan mana ekranda ko'rib turganingiz to'liq mana shu ro'yxatdagi frazalarni yoki so'zlarni o'rgandik. Har bittasini qaytadan takrorlaymiz. Hello. Hi. Hey. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. See you. See you later. See you soon. Take care. Have a good day. Darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Thank you.